Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, qanaqasizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun siz bilan ayollikni 4 ta kuchi va 4 xil energiyasi haqida gaplashamiz. Ayollikni 4 ta kuchi va 4 ta energiyasi bu nima? O'zi asl ayolning ichida juda ham katta kuch, juda katta energiya, juda ham katta quvvat yashiringan bo'ladi yoki bostirilgan bo'ladi. Ayol aslida 7 baravar erkakdan ko'ra emotsiyalari, hissiyotlari, ichki kuchi, ishlash kuchi, ya'ni tortish va hayotdagi juda ham katta energiyani aylantiradigan 7 baravar erkaknikidan kuchli bo'ladi. Ya'ni erkakni bilagiga, ya'ni kuchga, tanadagi quvvatiga, kuchiga bo'lsa, ayolniki esa hissiyotlari va energetikasi va ichki uni tezroq amalga oshiradigan va tortadigan va insonga ta'sir kuchini ko'rsata oladigan 7 baravar kuchli energiyasi va quvvati kuchi bo'ladi. Bu 4 ta energiyani hozir men sizga sanab beraman. Bu ayollik, ma'shuqalik energiyasi, bekalik, qirolichalik va qizaloqlik kuch energiyalari hisoblanadi. Bular insonda tabiiy holatda berilgan bo'ladi. Qachonki ayol buni bostirsa, yopsa va buni ichki tabiatan boricha o'zini tuta olmasa, ko'rsata olmasa, bunda juda ham katta keyinchalik oqibatlari insonga, ya'ni ayol kishiga ta'sir ko'rsatadigan kuchli oqibatlari bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini boricha tuta olmagan, energiyasini boricha ko'rsata olmagan ayol har doim tashqaridan dakki, tashqaridan konfliktlarga sabab bo'ladi. Ya'ni barchada qizlar turmushga chiqqandan keyin o'zini boshqacha tutishni boshlaydi. Boricha tutmaydi-da, o'zini yasama tutishni boshlaydi. Ya'ni men hammaga yoqishim kerak, hammaga ko'nglini olishim kerak, hammani ko'nglini topishim kerak deydigan holatda masalan boricha tutmay, keragidan ortiq o'zini ko'rsatib ish qilishlari, keragidan ortiq masalan quvvati yetmagan, qulab qolaman degancha mana shunday ko'rsatishlari keyinchalik siz ya'ni o'zingizni bora-bora charchaysiz, bora-bora o'zingizni ko'rsata olmaydigan holatga borib qolib va oldingi ishlarni, oldingiday o'zingizni oldingiday tutmasangiz, o'sha o'zgargan, o'sha sizni jazolashlar, sizni oldingi holatingizga qaytarish holatlari va sizga tashqaridan konfliktlar o'sha boshlanadi. Shuning uchun albatta ayol ko'proq o'zini boricha tutishga harakat qilish kerak. Birinchi boshlaydigan energiyamiz bu qirolichalik energiyasidan boshlaymiz. Qirolichalik energiyasi bu ayolni ichki matsenkasi, o'ziga bo'lgan bahosi, o'ziga bo'lgan hurmati, o'zini hurmat qila olishi, o'zini e'zozla olishi, aybdorliklardan, alam nafratlardan chiqib ketgan holati. Ya'ni qancha sizga o'zingizga ichki bahoyingiz yuqori bo'lsa, tashqaridan ham xuddi shunaqa bahoni, ya'ni xuddi shunaqa munosabatda, xuddi shunaqa sizga bo'lgan ehtiromni va hurmatni olishni boshlaysiz. Lekin agar siz doimiy o'zingizni ayblab yurgan, o'zingizni kamsitib yuradigan, o'zingizdan kamchiliklar qidirib yuradigan, doim boshqalar bilan o'zingizni solishtirib yuradigan, ya'ni ana uzr, men bunday deb o'zingizdan doim kamchilik qidiradigan, oynaga qarasangiz o'zingizdan ko'nglingiz to'lmaydigan, og'riqli holatlarni doimiy ichingizda qaytarishingiz juda ham katta qirolichalik energiyangiz, ya'ni samatsenkangizga ta'sir qiladi. Ya'ni siz har doim o'zingizni ko'rsata olmaysiz odamlardan va bir ish qilaman desangiz yoki birorta narsani amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, sizda birinchidan unga ishtiyoq, quvvat, kuch bo'lmaydi va doimiy ichingizdan bitta ovoz, sen uni bajara olmaysan, sen uni qila olmaysan deydigan holatga borib qoladi. Ya'ni sizni hech qachon quvvatingiz, energiyangiz va oilaga beradigan kuchingiz bo'lmaydi. Bu holatda inson birinchi o'rinda samatsennisini, ya'ni quvvatini, ichki o'ziga bo'lgan bahoni ko'ra olish kerak. Albatta buni ko'rish uchun nima qilish kerak? Oldin siz yozib chiqing o'zingizni qanday yaxshi odatlaringiz, yaxshi tomonlaringiz, bolalikdan boshlab qiladigan, juda ham qila oladigan ishlaringiz, kuchingiz bo'lishini sanab chiqishingiz kerak. Hozir aytganimda, unda o'ylab qarasangiz aqlingizda kelmaydi. Sababi ruchka qog'ozda olib yozganingizda keladi. Bilasizmi sababi nimaga? Sababi juda ham ko'p o'zingizdan noliganingiz, o'zingizni yomon ko'rganingiz, o'zingizni ayblagan holatlaringiz, ya'ni sizda bor ichki qobiliyatlaringiz yoki bor ichki resurslaringizni barchasini yopib tashlagan bo'lasiz. Shu holatda kelmaydi. O'shaning uchun o'tirib bolalikdan boshlab sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz, o'zingizga bo'lgan bahoyingiz, o'zingizga bo'lgan holatlaringizni ko'rsangiz, ancha o'zingizga bo'lgan hurmat, o'zingizga bo'lgan e'zoz oshishni boshlaydi. Albatta, siz o'zingizni
sizni soyangizga baho berganingizda ichki tennisingizni, ichki yuqoriligingizda, ichki bahoyingizni bilishingiz kerak. Shunchaki bu dunyoda ayol bo'lib tug'ilganingizni o'zi sizni juda ham ko'p narsalarga loyiqligingiz, samotsenkangiz, qirolichalik energiyangiz borligidan dalolat. Shunchaki Allohning yaratgan narsasi hech qachon nima deydi, bahosi past, bahosi arzon bo'lmaydi. Insonni har doim ichki bahosi baland bo'lishi kerak sizni, chunki Alloh Hazrati inson qilib yaratganligini aslo unutmasligingiz kerak. Shuning uchun ham ichki, ya'ni qirolichalik nima? Qirolicha hech qachon ya'ni insonlardan bekorga xafa bo'lmaydi. To'g'ri, sizda xafalik ko'pdir, tez xafa bo'lib qolarsiz. Lekin siz o'sha paytida o'zingizga ayta olishingiz kerak, что men уже kattaman, yosh bola emasman. Hamma narsaga arazlayveradigan, xafa bo'laveradigan, hamma narsaga shunaqa arazlab insonga teskari bo'lib qoladigan odatlaringizni sekin-sekin o'zingizga ichki holatingizda aytgan holatda, ichki ovozingizni o'zgartirgan holatda buni o'zgartira olasiz. Bu shunchaki tashqi motivatsiya emas. Ya'ni bizda ichimizda ikkita ovoz yashaydi. Bola qismimiz, ona qismimiz, yetuklik qismimiz. Ya'ni bola qismimiz bola holatda qolib ketsa ham, bu juda ham katta og'riqli vaziyatlarni olib kelishi va oqibatlari yomon bo'lish holati bo'ladi. Ya'ni ikkinchi tanqidchi ona qismi ham ikkiga bo'linadi. Bu tanqidchi ona va qo'llab-quvvatlovchi ona hisoblanadi. Albatta bu tanqidchi ona kuchayib ketganda, ya'ni hamma narsaga o'zingizda tanqid qilaverishingiz, hamma narsaga ichki bahoyingizni tushirib, xafa bo'lib qolishingiz, buni tanqidchi onani yetuklik onasiga, ya'ni qo'llab-quvvatlovchi onaga o'zgartirishimiz kerak. O'shanda qirolichalik energiyangiz ancha balandlashadi. Ya'ni qirolichalik energiyasi hamma narsaga xafa bo'lib qolmaslik va hamma narsaga to'g'ri real qarash faqat o'zi tomonidan emas, shu vaziyatga o'zidan tashqarida ham kuzatib, voy men bo'lganimda ham bunga mana bunaqa fikr chiqarardim, mana bunaqa fikr chiqarardim deydigan yetuklik ongida qarashi juda ham baland bo'ladi. Qirolichalik energiyasi ha deb nima deydi, kechirim so'rab, ha deb past ketib, ha deb bunaqa nima deydi, o'zini past tutishni ham bajarmaydi, ya'ni qilmaydi unaqa ishni. Qirolichalik energiyasidagi ayol kechirim so'ramaydigan vaziyatlarni yaratadi. Masalan, kechirim so'raydigan holat bo'lganda ham mana shundan to'g'ri xulosa olib, keyingi safar mana shu xatoni qilmaslikka harakat qiladi. Qirolichalik baland energiyasi baland qizlarimizga ko'proq qayerdan bilsak bo'ladi, sovg'alar unga sovg'alar ko'p beradi. Ayniqsa mana bunaqa katta uy, mashina, katta pullar ola oladigan ayollar ko'proq qirolichalik energiyasi baland ayollar hisoblanadi. Qirolichalik baland ayollarga, ya'ni erkaklar ko'p ham uni kamsitib, yerga urib, unday holatlar bo'lmaydi. Qirolichalik energiyasi baland ayollarga juda ham tashqaridan nima deydi, salovati bor deydi-yu, xuddiki shunaqadek hamma ham o'zini bemalol yerga uradigan gaplarni gapiravermaydi. Mana shunday holatlar kuchli bo'ladi. Qirolichalik baland ayol o'zini qayerda qanday tutishi va qayerda gapirishni juda ham yaxshi biladigan va o'zini juda kuchli hurmat qilib, samotsennisini, bahosini biladigan va o'zini chiroyli tutadigan va hammadan masalan so'rab ish qiladi-yu bir xil. Masalan, nima qilsam bo'ladi, qanaqa kiyim kiysam bo'ladi, qanaqa yesam bo'ladi. Bunday odatlari bo'lmaydi. Ya'ni u nima kiyishni, nima yeyishni o'zi hal qila oladigan va boshqalarni fikriga emas, o'zini ko'proq ichidagi fikrisiga suyanib ish qila oladigan bu qirolichalik energiyasidagi baland, ya'ni qirolichalik energiyasi baland ayollar hisoblanadi. Qirolichalik baland ayollarda что har doim nima qilishni, qanday tutishni, qanday yurishni o'zi hal qilishga ichidan tashqari bilan kurash emas, o'zi bilan o'zi, ya'ni ichki holatdan
o'zini shunaqa состояниесini mani hurmat qilasan deydigan vibratsiya tarqatadigan, man o'zimni bahoyimni bilaman, man o'zimni qanday tutishni bilaman deydigan ichki vibratsiya tarqatadi. Ichki vibratsiya nima? Ya'ni to'lqin. Ya'ni mani har doim kamsitish mumkin degan ichimda vibratsiya tarqalsa, tashqaridan hamma kamsitishni, yerga urishni, so'kishni, xo'rlashni, mana shunday holatlar ko'p bo'ladi. Lekin ichkari holatdan vibratsiya baland menga mumkin emas. Men o'zimni tennisimni bilaman, o'zimni bahoyimni bilaman deydigan vibratsiya tarqatadigan ayollardan tashqarida menga unday qilma, menga unday tutma degani bilan tashqaridagi erkak o'zini mana xuddi shunday tutishni boshlaydi. Ya'ni rostdan ham hurmat qiladi, e'zozlaydi, yuqori darajaga qo'yishni boshlaydi. Lekin qirolichalik energiyasi shunaqa energiya, ko'pchilik bu oltin o'rtalikni ola olmay kibrlanishga ham o'tib ketish holatlari yuqori bo'ladi. Ya'ni samootsenность bo'ladi, o'zini pastga urish bo'ladi birinchi qatlami. Samootsenность, o'zini bahosini biladigan samootsenka bo'lsa, uchinchisi kibrlanish holati bo'ladi. Ko'pchilik mana shu oltin o'rtalikda ola olmasdan bir xil kibrlanishga o'tib ketib qolishi, bir xilda pastga o'zini yerga urib yuborish holatlari kuchayib ketishi mumkin. Shuning uchun har doim oltin o'rtalikni olgan holatda o'zingizni ya'ni ichki yangizni, ichki meningizni sog'lom uyg'ota olish, sog'lom tuta olish juda ham muhim hisoblanadi. Juda ham mana shu samootsenностьni ko'pchilik kibrlanish bilan adashtiradi. Yo'q, men kibrlanib ketishim mumkin. Yo'q, kibrlanib ketishni darrov his qilasiz. Juda umuman insonlarni mensimaydigan, faqat o'zim va boshqaga tupurib qo'yganim bor deydigan holatlar kuchayib ketish boshlanadi. Shuning uchun har doim sog'lom oltin o'rtalikni ola olish juda ham muhim qirolichalik energiyasida. Undan tashqari sizga qirolichalik energiyasi haqida juda ham katta post ham tayyorlaganman. Bu postni ham o'qib chiqishingiz kerak. Endi bekalik energiyasiga o'tamiz. Bekalik energiyasi ayolga, ya'ni yoningizdagi erkakka xotirjamlik bera oladigan, tinchlik bera oladigan va sakinat bera oladigan holatni yaratadi. Bilasizlar, erkaklar juda ham shu tozalikni yaxshi ko'radi. O'zi tozalikni qilish yomon ko'rgan taqdirda ham u tozalikni yaxshi ko'radigan, uy toza, saramja, sarishta bo'lganda o'zida qalbida xotirjamlik his qiladi erkak kishi. Erkak kishi undan tashqari shirin taomlar, mazali taomlar buni juda ham yoqtiradigan, yaxshi ko'radigan va bunda ham bitta plus holatini his qiladi erkak kishi. Albatta, hozirgi masalan oldingilar aytardi, ya'ni erkakni birinchi sevgi, ya'ni oshqozon orqali. Lekin hozir ongli zamon bo'lganligi sabab, to'g'ri, erkakka oshqozoni orqali sevgini va bu ham bitta plus xotirjamlik, lekin 100% sevgini baribir oshqozon orqali bermaydi. 100% ongli sevgini bu boshqa energiya, bu qizaloqlik, ma'shuqalik energiyalarida oladi. Ya'ni erkak kishi bekalik energiyasida gaplashyapmiz. Bekalik energiyasi sizni что sevib ovqatlar tayyorlashingiz, nimalar bilandir shug'ullanishingiz, o'zingizni что nima deydi, uydagi tozalik, uydagi bola tarbiyasi, uydagi muhit, uydagi shirin lazzatli taomlar, ya'ni o'zingizda ham qoniqtiradigan, bolalarimga yaxshi ovqat tayyorlab bera oldim, yaxshi narsalar tayyorlab bera oldim deydigan ichki bitta plusni beradi o'zingizga. Undan tashqari bekalik energiyasi shunday energiyaki, sizni emotsiyalaringizni ichki xotirjamlik, ichki nima deydi, alam, nafratlardan tozalangan energiyalaringiz, yuqori energiya, xotirjamlik, quvonch, zavq, ya'ni undan tashqari huzur energiyalaringiz ovqatga ham o'tadi. Ya'ni shuni tayyorlayotganingizda xuddi bilasizmi, xafa bo'lsangiz ovqatingizdan bemaza chiqadi, hech kim yemaydigan holat bo'ladi. Xursand, energiyaga to'lgan, xohlab qilayotgan ovqatingiz boshqacha chiqadi. Ya'ni sizda emotsiyalaringiz ovqatingizga ham o'tadi.
xuddi shunaqa ovqatingizni ham yeyotganda shu emotsiyani his qiladi erkak ham, qaynonangiz ham, uydagi farzandlaringiz ham. Shuning uchun albatta bekalik energiyangizga ham nimanidir o'tkazayotganda, agar juda ham ichki holatingiz yomon bo'lsa, ichki holatingiz og'riqli vaziyatda turgan bo'lsangiz, 4, 7, 8 energiyasini, ya'ni to'g'rilovchi, balansga keltiruvchi to'g'ri nafas mashqini, texnikasini berganman. O'shani qiling. Ya'ni 4 sekund chuqur nafas olasiz, 7 sekund nafasni ushlab turasiz, 8 sekund tashqariga chiqarasiz. Mana shuni 10-15 minutda qilsangiz, ya'ni qattiq stress, qattiq tushkunlik, qattiq yomon holatda turganingizda holatingizni yaxshilab berishi va ovqat energiyalarini, ya'ni qilganingizda barcha o'sha bekalik energiyangizga kuchli ta'sir qilmaydigan holatni beradi. Bekalik energiyasi erkakni ushlab turadigan energiya hisoblanadi aslida. Bekalik energiyalari juda ham ayolga kerak, lekin bizda judayam faqat bolaligimizdan bekalik energiyasini o'rgatib katta qilishadi. Qirolichalik, qizaloqlik, ma'shuqalik bu energiyalar bizda juda past bo'ladi, lekin bekalik energiyasini ish qilish, uy tozalash, ovqat qilish judayam ko'p mana shu bekalik energiyasini yuqori oshib ketishiga sabab bo'ladi. Shu holatda ko'pchilik ayollar, ya'ni bir xil ishni takrorlanaverishidan, uy ishlaridan bezib qolishi, yoqmasligi va shu holatda uy ishlari davomiy har kuni bir xil narsa takrorlanishidan stress, depressiyalarga tushishi kuchayib ketadi. Shuning uchun o'zingizni bekalik energiyasida doim uyda o'tiradigan ayollar bo'ladigan bo'lsa, ichga mana shu ishlaringizni ichiga hobbilar qo'shishingiz, quvnoqlik qo'shishingiz, ya'ni energiya, zavq qo'shishingiz, buni o'tirib nima qo'shsam bo'ladi, mani quvontiradigan, mani zavqlantiradigan deb o'ylab chiqishingiz va o'tirib yozishingiz ham sizga shu bekalik energiyangizga zavq, energiya qo'shishingizga sabab bo'ladi. Va bekalik energiyasi o'ta oshib ketganda, o'ta ko'payib ketganda, mana shunday stressga tushishlar, depressiyaga tushishlar va erkakni ko'ngil olish holatlari qolib ketadi. Erkak bilan munosabatda o'rtada xuddi devor bordek, xuddi men bitta shu ishimni qilib qo'ysam bo'ldi deydigan ayollarda tushuncha borda, ya'ni to'g'ri erkakka ovqat bersam, ota-onasiga qarasam va uy toza bo'lsa bolalarga qarasam bo'ldi deydigan holati bor. Bu yerda balans buzilyapti, ya'ni tarozini bir pallasi og'ir, lekin bir pallasi umuman qaratilmayapti. Ya'ni ayolligingizga, erkak bilan munosabatlaringizga, erkak bilan ichki holat, ya'ni o'rtadagi hamma narsani chiroyli gaplashib olishga, shu paytida urushda, oilada janjal, urush to'polonlar boshlansa, ya'ni buni ozgina bu tomonga ham o'tishimiz kerak. Ya'ni kunduzgi qanday hayot muhim bo'lsa, tungi hayot ham aslida shu oilaga juda ham muhim. Lekin biz kunduzgi hayotga butun hamma energiyamizni berib borib, kechki hayotimizga energiya qolmasligi va kechki hayotimizga umuman chiroyli holatni olib kira olmasligimiz, erkak bilan o'rtamizda devor paydo bo'lishi, xiyonatlar va erkak o'ziga boshqa energiya qidirishi, boshqa ayol qidirishi, chunki bu yerda faqat bekani ko'ryapti, bu yerda faqat bolalarni, onasini ko'raverganligi sabab o'zidan tashqariga, ya'ni ayol qidirishni, xiyonatlar, ba'zi bir sabablar, ya'ni oqibatlar kelishni boshlaydi. O'shaning uchun bekalik energiyangiz juda oshib ketganda unga ichiga quvonch, rohat kiritishingiz kerak. Lekin juda ko'pchilik bekalik energiyamga ketyapti deganda juda katta energiyani g'iybatga, alamga, nafratga, telefonlarda gaplashishga, reelslariga ketkazib qo'yadi va shuning uchun ham tungi hayot qolib ketaveradi. Kunduzgi hayot yarimgacha energiyangiz yaxshi, tun уже sudralib kechgacha borasiz. O'shaning uchun bekalik energiyangizga boshqacha mazza, boshqacha quvonch kiritishingiz kerak. Bunga hali meditatsiyalar, albatta texnikalar kuchli beraman. Aslida mana shu 4 ta energiyani balansga keltirishi, ya'ni qirolichalik, bekalik, qizaloq, ma'shuqalik, qizaloqlik energiyalari. Bu energiyalarni men sizga keyingi videoda ham ma'shuqalik va qizaloqlik energiyasini chuqur tushuntirib beraman va undan keyin esa yechimlar ham alohida videodan alohida beriladi.
sizga. Shuning uchun bu yaxshilab oldin tushunib oling va sizga beriladigan albatta har bitta energiya haqidagi postimni ham o'qish esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda esa qizaloqlik va ma'shuqalik energiyalar haqida gaplashamiz.